Assalomu alaykum. Yana bir ishimiz tayyor bo'ldi. Bu zakazda tayyorlab berdik bu ishimizni. Uzunligi 2 metr, bo'yi ham 2 metr. Xo'p, buni bir chekkadan tushuntirib o'taman. Eshiklari, osha-moshalari vakuum shanday bo'ladi. O'zini-o'zi yopib oladi. Xudo xolasa qo'lni qisib olmaydi. Ichiga har bittasiga porkalari bo'ladi. O'zini-o'zi yopib oladi, qo'lni qisib olmaydi. Xo'p, uni oldida bitta bari bo'ladi. Bari ham o'zini-o'zi ko'taraveradi. Barini oldida yana eshigi bor. Uni ham ichiga bittadan porkasi bo'ladi. Taxchalari, vishirkasi, taxchasi. Xullas tomlari yaxshidan qo'ygan. Suv tegsa ishmaydi, xudo xolasa. To'rtburchak mo'ykasini qo'yib beramiz, xudo xolasa. Endi o'yib beramiz. Xo'p, buni kiratlari, gel idishlari bilan, mana gel idishlari bor. Tay holatlarini ham ko'rib qo'yasizlar, xudo xolasa. Chuqur, keng tayyorlab berganmiz. Xaladonlari, xaladon tay holatlari. Xo'p. O'zini-o'zi yopaveradi, qo'lni qisib olmaydi. Tomi ham xudo xolasa, mana qalinligini ham ko'rib qo'yasizlar. Zavod Toshkentdan tayyor keladi. Zavod ustida salabani bor, salabani ostida yana ham tiniqroq qoladi. Xo'p, bu ishimizni shu turishini 2 million 200 ming so'mga tayyorlab berdik.